Yong'in xavfsizligini ta'minlash va yong'inlarning oldini olishga doir ishlarni yanada kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2025-yil 17-maydagi 173-sonli farmoyishiga asosan 2025-yil 20-maydan 20-iyunga qadar respublikamiz hududida yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun nomli maxsus tadbir o'tkazilmoqda. Mazkur yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirlari doirasida viloyat hududida G'alla 2025 tadbiriga tayyorgarlik ko'rish borasida Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning quyi tizimi xodimlari tomonidan g'alla o'rim yig'imi mavsumiga tayyorgarlik ko'rish va yetishtirilgan boshoqli don ekinlari hosilini o'z vaqtida nobudgarchiliksiz yig'ishtirib olish davrida yong'in xavfsizligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan Xonqa va Tuproqqal'a tumanlarida g'alla o'rim yig'imi mavsumini uyushqoqlik bilan o'tkazish, yong'in xavfsizligini ta'minlash masalalariga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Birgina Xonqa tumanida 2025-yil hosili uchun 3500 gektar maydonda boshoqli don hosili yetishtirilmoqda. Agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida va belgilangan me'yorlarga muvofiq o'tkazilganligi bois mo'l hosil yaratish reja qilingan. Seminarda yetishtirilgan hosilni nesnobud qilmay yig'ishtirib olish bo'yicha ko'rilgan tayyorgarlik ishlari muhokama qilindi. Texnikalarning mavsum oldidan texnik ko'rikdan o'tkazilganligi, yong'inga qarshi vositalar bilan jihozlanganligi, otryad a'zolarining favqulodda vaziyatlarda harakatlanish, xavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalari ko'rikdan o'tkazildi. Shuningdek, Tuproqqal'a tumanida g'alla 2025 mavsumida g'alla o'rim yig'imi terimiga 8 ta yuqori unumli kombaynlar qatnashishi rejalashtirilgan bo'lib, g'alla o'rim yig'imiga jalb qilingan kombaynlarni yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun tuman favqulodda vaziyatlar bo'limidan 8 nafar xodimlar berkitish uchun taqsimot ishlab chiqildi. Qolaversa, g'allani yong'indan asraylik mavzusida 2 ta turdagi 300 ta eslatma, 2 ta banner ishlab chiqilib, Tuproqqal'a tumani markazida odamlar gavjum bo'ladigan maskanlarga ilib chiqildi. Joriy yilda Tuproqqal'a tumani hududidagi 82 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 1500 tonna g'alla yetishtirish mo'ljallangan. Shuningdek, g'alladan bo'shagan yerlarni yo'qolishini oldini olish yuzasidan tuman ekologiya xodimlari bilan birgalikda fermer xo'jalik rahbarlaridan ogohlantiruv profilaktika ishlari olib borilmoqda.